Yo, bro. Sizlar bilan Taftmo'ki. Bugun biz Minecraft'dagi top 5 ta eng keraksiz narsalar ko'rib chiqamiz. Qulayroq o'ynash o'rnashib oling. Unda bo'lsa ketdi. Birinchi o'rinda bu chirigan kartoshka. Poisonous potato. Inglizchalab. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Buni xuddi shunday effekt beradi. Ne? Zaharlanish beradi. Sizni masalan survivalda turibsiz. Buni yeysiz. Mana masalan siz chirigan kartoshkani yeysiz. Sizga effekt beradi. Bu chirigan kartoshkani olish ehtimoli 2%. Ya'ni siz 10 ta qazib turib ola olmasligingiz mumkin. 50 ta qazib turib bitta yoki undan ko'p ola olmasligingiz mumkin. 100 ta qazib esa to'g'ri olishingiz mumkin, lekin omadingiz kelmasa umuman ola olmaysiz. Qiziqarli fakt. Yangi versiyalarda buni foydalanish uchun yangi narsalar qo'shgan, lekin u hanuzgacha eng keraksiz narsalardan biri. Keyingisiga o'tamiz. Top 4-o'rinda esa dead bush, ya'ni o'lgan buta. Qurigan buta deyishingiz ham mumkin. Buni ko'proq cho'llarda uchratasiz. Shu issiq biyomlarda, Mesa biyomda yoki cho'lda, savannada ham uchratib qolishingiz mumkin. Yana botqoqda ham uchratishingiz mumkin. Buni sindirsangiz nima beradi bo'lasiz? Cho'pak beradi. Bitta sindirasiz mana cho'pak. Ikkita yoki bittadan cho'pak beradi. Cho'pakni nima qilasiz? O'tida daraxt sindirib ham yasashingiz mumkin. Issiq joylarda turadigan bu keraksiz narsa. Unda keyingisiga o'tamiz. Top 3-o'rinda esa ko'rshapalak, ya'ni bet. Buni o'ldirsangiz hech qanday loot ham bermaydi. Lekin sizga hujum ham qilmaydi va yordam ham bermaydi. Sizni o'ldirmaydi ham. Buni faqat g'orlarda uchratishingiz mumkin. Har xil g'orlarda. G'orlarga faqat atmosfera qo'shadi xolos. Lekin sizlarga bitta qiziq fakt. Bularda spawner ham bor. Ya'ni spawnerda oldida sandiq bor, lekin u spawner. Bu ko'rshapalak emas. Xuddi shunday. Top 2-o'ringa o'tamiz. Top 2 keraksiz narsa bu clock, ya'ni soat. Buni bilsangiz soat. Overworldda, ya'ni oddiy dunyoda soatni bilmaysiz. Soatga qaramaysiz. Chunki tepadagi quyoshga qarab o'zi bilib olishingiz mumkin. Masalan, hozir day, ya'ni kun. Kun bo'lgan abed. Lekin bu nima keragi bor? O'zi umuman keraksiz narsa. Ba'zi o'yinchilar umuman buni ishlatmaydi. Faqat ba'zan kerak bo'ladi. O'shanda yer ostida va xuddi shunday qilib ilib qo'yishingiz mumkin. Chiroyli ko'rinadi, faqat chiroy uchun qo'yishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish ishdan chiqmasin. Keyingisi esa bu dragon egg, ya'ni ajdarning tuxumi. Buni siz bilsangiz kerak. Ko'p o'yinchilar biladi. Dragon. Ender Dragon'da ajdarxoni yenganingizdan keyin beriladi. Xuddi shunday yenganingizdan keyin beriladi. Xuddi shunday narsaga ega. Bu narsa tiysangiz teleport qiladi xohlagan random joyga. Ba'zi yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Buni ba'zi odamlar yutuq sifatida olib qo'yishadi. Yutuq sifatida ko'rishadi. Bundan hech qanday ajdarxo chiqadi. Sindirsangiz ham vijivaniyada hech qanday ajdarxo chiqmaydi. Shunday qilib videomiz shu joyda tugaydi. Videoga like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolar hali oldinda.
Ha, yana keyingi safar qanday video chiqadi? Kommentariy yozib keting. Top 5 da Minecraftga kerak narsalarmi yoki top 5 da Minecraftdagi eng foydali narsalarmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Shu videoni chiqaraman.